Mani yana bitta qiziqishim bor. Men mixlarda turaman. Muntazam vaqti bilan bu menga juda kuchli перезагрузка bo'ladi. Mana shu miximni bugun olib keldim studiyaga. Mana bu ko'rinishda bo'ladi bu mix. Mana bu mixlar shunday o'rnatilganki, bu yoqda qancha og'irlik tushsa ham teshmaydi, qon ham chiqmaydi. Men mana shu mixni qo'yib, ikkita yalang oyog'im bilan mana shu mixni ustiga shunday turaman. Nima uchun bu foydali? Umuman olganda bizlarda mana shu tanamizda, mana boshimizdan boshlab oyog'imiz tagigacha nervlar bor. Mana shu nervlar doim bizda напряженный turadi. Mana shu mixni ustiga turganda ular bo'shashadi. Bo'shashgan payti qon aylanmasi zo'r bo'ladi, energiya zo'r aylanadi va shundan keyin odam o'zini yaxshi his qiladi. Bu ham bir qiziq hobbi. Asli daskani oti daska sathu deydi. Mani yaxshi bir Georg degan do'stim bor. Ilk bor mana shu Georg mana bu mixga turishni o'rgatgan edi va hozir mana shu nimamda bu mani qurollarimdan bittasi.